qandaq bir sebepten muş Kur'an-ı Kerim bütün dünyada yazılgan Kur'an-ı Kerim yo'qolib ketsa, aytisi shu, buni Kur'an-ı Kerim bugun qanday bo'lsa shu bo'yicha yezib, yana buni bosadigan milyonlagan qarilar dunyoda bor. Bu hech qanday bir kitap bu şekilde emas endi. Hech qanday bir kitobning bunda alohidligi yo'q. Hatto qisqa bir kitob bo'lsa-mu, uni bu Qur'oni Karimni yodlagandek zirzavarlari, uningdagi harflari hamma narsani joyida yodlash mumkin emas. Qur'oni Karimning Allah va'da qilgan bir kitob bo'lganligi uchun yezig'liq holatida saqlangan va o'qilish shakli uchun saqlanib, Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında qandaq o'qilgan bo'lsa, ta bugun kuniga kelgichilik ayni shu shaklda o'qiladi. Bu Qur'oni Karimninki mo'jizlikninki bir dalili. Demak, Qur'oni Karim bu shunday ulug' bir kitob, ibodat qilinadigan, jang e'lon qilingan, yozilgan va shundaqli qalblarimizda saqlangan bir kitob. Ta qiyomat kunigacha inshaalloh bu shaklda qoladi.